Semental xunajin. 50 kunlik. O'ta dahshatidan. Ikki dona. Ikkalasi ham bir xil. Deb paqirni teshib nima qilmasin, sovoladi. Ostilarini ham bir ko'rsatay buni. Mana ostilari 50 kunlik bo'zaychada. Bir joyda to'xta. Mana ostilari 50 kunlik. Enasiga o'ta to'yganidan. Jup sotamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol telefon qilishaveradi. Fermadan olingan. Qo'ldan emadi. Hop, sigirga qo'shsa ham bo'ladi. Ma. Bo'ldi, olib tur endi. Ma. Bularda onalari boshqa. Bitta tug'ilishmagan. Buni ham osti o'ta go'zal. 50 kunlikda buncha ostini men ko'rmagandim. Narxlari bir joyga 26 milliondan kami bor. Donalabga sal aqabaqa bo'lib qoladi. Donalabga ham o'sha 26 million bo'lishi bo'lib qoladi. Jupiga jicha kami bor. Yiydi, kepa, somon, silos yiydi. Ertaman kech payt sut beriladi. Sog'ligi joyida ichib o'tmaydi. O'zaylar 10 litrgacha sut ko'taraveradigan quvvatda. Ana haydavor. Yeb qo'ygan. Endi biz videoga olishni jayam bilolmaymiz. Qo'ldan kelgancha olinyapti. Manzilimiz Marg'ilon, Qo'shtepa tumani Sulton mahallasi. Keng bo'zaylar, keng. Oldi keng bulardi. Tumshuqlari oppoq. Qiziqqanlar 94lik 499 0200. Ko'rayotgan akalar yangi ish boshladik. Shu obuna bo'lib qolsalaring, har kuni chiroylilaridan chiqarib turamiz. Mana katta xunajinlar ham bor. Ulardan video qilamiz. Hammasi go'zal. Bir dona novvosimiz bor. Sut emgilardan ikkita novvos, yana bitta xunajinimiz bor. Hali ularni chiqarganmiz, endi chiqaramiz. Obuna bo'lib qo'yinglar.